kunlar u sharoitda cheesecake qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ustiga baklashkasini olamiz. Keyin kunlar qopqog'ini ochib olamiz. Buni burab ochamiz. Mana. Buramasiga chiqmaydi. Keyin ichida mana bunaqa o'zini anaqalari bo'ladi. Mana. Tortamiz, chiqadi bu. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni yaxshilab suvni qo'yib qolamiz. O'zi hamma joyi raso bo'lib ketadi. Ko'rishingiz mumkin, mana ichida hamma narsa nimadirlar bir balolisiz yuribdi mana. Ko'rasizlar. Shuning uchun buni yaxshilab chayib olamizda, suv krandan bosib hammasini tushirib olamiz. Iloji boricha issiq suvda chayishinglarni maslahat beramiz. Issiq suvda mikroblar o'ladi. Keyin issiq suvni kranni hech qanaqa mamlakat qilib chay bo'lmaydi. Shuning uchun suvni qaynatamizda, mana bo'layotganinglardek, uni hech qanaqa usulda chay bo'lmaydi. Eng yaxshisi uni qaynatib turib, mana bu yerda o'zini chiqarib oladigan krani bor. Mana ochinglar, mana ko'rasizlar, suv chiqadi. Mana shunday qilib chiqarib olsanglar toza bo'ladi. Mana shunday foydali videolarni o'zingiz olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilishingiz mumkin.